Zo'r, o'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, kirdi. Darvozabon. Hasanov! Mana Hasanov, bizda Hasanov o'ynash kerak futbolni. Ha, do'stlar. 10 kishi, 9 kishi farqi yo'q, hujumga boramiz. Gol uramiz. Yotmaymiz. Ey do'stlar, bu Hasanov. Husanovni butun dunyo ko'ryapti, mana Hasanov. Hamma his etyapti. Butun O'zbekiston his etyapti buni. O'zbekcha futbol. Chempionatdagi eng super gol shu bo'ladi. Bosib o'tdi, o'ziga ishondi, darvozabon bilan yakkama-yakka chiqdi va oyoqlar orasidan kirgizib yuboryapti. Hasanov. Mana ko'ram, darvozabonimizni darhol boshlaganiga respekt. Bu assist do'stlar, bu Edersoncha assist bo'ldi bu. Qarang qanday o'tib ketdi Sadriddin. Hop, oyoqlar orasidan. Go'zal. Va yana bitta oyoqlar orasidan. Bu kolxoz uchun, bu rais uchun dedi. Shunday. Mashhur filmda. Takroriy lavhani qachon bunday sharhlaganmiz bilmayman, lekin yana bitta. Yana bittasi mana marhamat. Ha, do'stlar. Hozir aytib turgandek, bunaqa